Sohibqiron Amir Temur, Mirzo Ulug'beklarning poytaxti bo'lgan jannatmonand Samarqand shahri hozirgi kunlarda muhim tarixiy voqealarga guvohlik qilmoqda. Turkmaniston Xalq maslahatining raisi Qurbonquli Berdimuhamedov 23 va 24 aprel sanalarida Samarqand shahrida rasmiy tashrif bilan bo'lmoqda. Aynan ushbu tashrif munosabati bilan yurtimizning turli hududlaridan turkman millatiga mansub bo'lgan nufuzli insonlar, siyosiy maydondagi faol kishilar aynan ushbu tantana munosabati bilan Samarqand shahrida 3 kun mobaynida mehmon bo'ldilar. 3 kun davomida respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan delegatsiyalarni eng yaxshi shart-sharoitlar bilan mehmon qilishdi va ularni tadbirdan keyin Samarqand shahrining tarixiy hududlariga ekskursiyaga olib chiqishdi. Ekskursiya davomida mehmonlarimiz Islom Karimovning maqbarasiga va bundan tashqari Registon maydoniga, Go'r Amir maqbaralariga va yana boshqa ko'plab tarixiy joylarga ziyorat qilishdi. Bizlarga mana shunday shart-sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga va tashkilotchilarga kattakon rahmatlar aytamiz va Samarqand shahrida bizlarni mezbon qilgan Mo'jiza restoraniga, City Hotel mehmonxonasiga va Sagdiana mehmonxonalariga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.